Amerika hökumətinin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı BDT'də turuşluq sabiq baş elçisi Nikki Haley xanım yaqında Amerikadakı körülüş nisbati alayda yuqori bo'lgan Glenbeck radio televiziyasining ziyoratini qabul qilganda Uyg'urlar masalasi hamda Xitoyning dunyo xalqiga akilayotgan tahdidi to'g'risida alayda so'z qildi. Somebody asked me what keeps you up at night. The thing that keeps me up at night is China. Once President Xi made himself king, got rid of term limits, all of that changed. This isn't just another human rights abuse. This is very telling. Here you have 1 million Muslim Uyghurs in concentration camps. Məxsus söhbətdə Nikki xanım hər qitim Xitay hökuməti yadığı kəslə, közlərinin uyqudan bidar bolduğanlığı haqqında söz qılıb, Xitay hökumətinin növbətdəki işki və təşqi siyasətlərinin buningdəki asaslıq səbəb ikənligini şərhləb ötdü. Onun bayan qilishçə, Xitay hökuməti ilgirki vaqtlarda ancha g'alvisi yo'q ketayotgan bo'lib, Xi Jinping hokimiyatni qo'lga olgandan keyinla hamma narsa ostin-ustun bo'lishga boshlagan. Bo'libmi Xi Jinping Kompartiya nizomnomasini o'zgartib, mangulik podshoh bo'lib olgandan keyin, uning bu xil podshohligi xalqaro tashkilotlarga, jumladan Birlashgan Davlatlar Tashkilotigacha so'zilgan. Shundaqla Xitoy hukumati har qaysi a'zo davlatlarning burnig'ini o'qib, ularni o'zining sizgan siziqi bo'yicha mengishga qistigan. Amdilikda bo'lsa, ular aqliy mulk o'g'irligi hamda harbiy qismlarni zamonaviylashtirishni ishga oshirgan. İşki qismida bo'lsa, millionlarcha Uyg'urni lagerga qamab, ularni insonning yodiga kelmaydigan vahshiylik bilan qiynashga o'tgan. Buning bilan amdi qaytlanmaydi degan shuarga eg'ir xiris paydo qilgan. We said that we would never again turn our eyes away from genocide. What is happening there now? It's the reason why I think we should boycott the Olympics. U mushu ahvollarni umumlashtirib, Xitoy oldingi qitimqi olimpik musobaqasida bir partiya sifatida o'tirib chiqqan bo'lsa, amdiki olimpik musobaqasida o'zlarining dunyoviy kuch ekanligini namoyon qilmoqchi bo'lyapti. Agar bizning buning bilan karimiz bo'lmay, ishlar shundoq ketaversa, ular uzunga qolmay Tayvanni oladi. Tayvanni olgandan keyin bo'lsa, Xitoy butun dunyoni yutishning ko'yiga tushidi dedi.